Akalar bilan 1 minutga videoni so'ramanglar. Akamizning ahvolini ko'ryapsizlar. Musofir yurtida Moskva shahrida ustiga 1 tonnalik Chevrolet tushib ketgan. Ukajon, siz qayerdansiz? Assalomu alaykum. Men o'zi Tojikistondanman, Shahrituzdan. Men ishga chaqirganda, o'zi bizning bolalar ishga borgandim, ishlab turgandik. Borib ishlab turganimda karamdan temroq ustimga temir talab yordi. Shu o'zimni yo'qotdim. Orqadan qabirg'am sindi. Musofirchilik qiyin akalar. O'zimni boshimdan o'tdi, meni ko'rdim, o'zim ko'zim bilan ko'rib turibman. Muhtoj bo'lib qolmangizlar o'zgalarga, akalar, ukalar, opalar, singillar. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Farzandlaringiz bormi? 2 farzandim bor. Sizda biron xil karta bormi? Karta bor, Sberbank, Tinkoff bor. Sberbank ham, Tinkoff ham shu bitta telefonni bergan. Bitta nomerda ulangan. Necha shu telefonni bering? 89 573 28 27 nomerda. Nima chiqadi ot familiya? Umarali Hasanovich chiqadi. Kimning qo'lidan kelsa Alloh yo'lida savob uchun musofir yurtda qiynalmasin ukamiz jo'natish uchun yordam beraylik. 130 ming balansadan ham qarz bo'lib chiqqan. Mana shu holatda yotibdi, mana ko'rib turibsizlar. Musofir yurtida hech kimni boshiga bunaqangi og'ir kunlarni solmasin. Akalar oplar shu videoga like bosib tarqatib ketinglar. Iltimos qilamiz shu videoni shu ukamizga kamroq bo'lsa ham yordam bo'lsin. Begona yurtda Moskva shahrida bu hozir.